Farg'ona shahar 64 avtobazani oldida 4 sotixli haytej uslubida qurilgan kottejimiz sotuvga qo'yilmoqda. Sizlar bilan obzorni ko'rib chiqamiz. Yana ham aniq alintirdi. Videoni oxirida aytib o'tamiz. Narxlarni ham videoni oxirida aytib o'tamiz. Biz kuzatishda davom etinglar. Xo'p. Hozir pastda birinchi etajda ustalar ishlayotgan sababli ikkinchi etajdan turib obzorni boshladik. Mana ko'rganingizdek, kottejimiz 2 qavatli, 4 sotixdan iborat va 8-9 xonadan iborat. Kottejimiz montaj ishlari tugatilgan. Kottejimizda kanalizatsiya mavjud, gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Yangi tushayotgan mahallalarda joylashgan. Bu ikkinchi etajimizdagi mana bitta zalimiz. Bu mana panoramli qilib qilingan ikkinchi zal qismimiz va bu tomonda mana bitta sanuzel, bitta mana bolalar uchun yotoqxona va bu tomonda mana родительский yo bo'lmasa bolalar uchun yotoqxona hisoblanadi, kengina bittagina. Va bu tomonda ikkinchi qavatga chiqishimiz. Xo'p, umumiy ikkita sanuzel mavjud. Birinchi qavatda va ikkinchi qavatda bittadan sanuzellarimiz joylashgan. Uzr, adashibman, 3 ta ekan. Va bu tomonda mana bolalar uchun yotoqxonada ham alohida bitta sanuzel qilingan. Va bu tomonda mana umumiy sanuzel va bu tomonda oshxonamiz joylashgan va mana orqa qismida ham mana ichkariga yana bitta kirish qismi mavjud. Hovlimiz va mana kottej qismimizda tashqi tomondan ko'rinish. Xo'p, kottejimizning manzili 64 avtobazani oldida yangi tushayotgan haytej usulidagi kottejlarning biri. Va xo'p, kottejimizning narxini uyimiz egalari 79 ming deyishyapti, ya'ni kelishtirib berishar ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, quyidagi nomerlarga qo'ng'iroq qiling, birgalikda kelib uyni ko'rsatamiz.